Qishning qahratoni gaz zapravka oldida kilometr navbat. Haydovchilar mashinada muzlab, ichidan qarg'ab jim turadi. Har qish bir xil bahona. Sovuq, gaz yo'q. Rossiyada -40 bo'lsa ham navbat yo'q. Nega bizda bahona bitmaydi? Bugun narx 5200 so'm. Odamlar 2-3 kundan beri kutyapti. Pechka zo'rg'a, choy sovuq, qo'l titrar, asab tarang, ko'z qizarar. Davlatdan 1300 so'mga olamiz, xalqqa 5200 so'mga sotamiz. Navbat qildirish usul. Odam narx nega qimmat deb o'ylamaydi. Sovuqda faqat qachon navbat keladi deydi. Shu tizim bilan sekundiga $180 tushadi. Bizga yoqadi, hammaning diqqatini navbat yutib yuboradi. Mertaga bahona tayyor. Havo sovuq, gaz kam chiqdi. Ikki og'iz gap, xalq ishonadi. Benzinni 44 sentdan olaman, $1 oshirib sotaman. Otam aytgan, narxni ko'tar, xalqni itardi. 100 ming so'mlik gaz oldim, foyda 40 ming. 9 soat kutdim, ovqat yo'q. Pulni qaysi biriga yetkazay? Yaxshiyam tanqid kam. Troll armiyamiz bor. 1-2 suyakka bersang, tanqidchini darrov xoin qiladi. Odamlar qo'rqadi. Tanqid videolarga like ham bosa olmaydi. Jasorati yo'q, biz esa bemalol pul topamiz. Hammaga ko'rinadigan narsa navbat. Ko'rinmaydigan narsa marja. Shuni yashirsak bas, tamom. Narxni tushirsak ham bo'lmaydi. Qimmat bo'lsa, hamma daromadimizni normal deb qabul qiladi. Bu psixologiya. Statistikada barqaror yozamiz. TVda hammasi nazoratda. Xalq esa sovuqda o'zi bilan o'zi urushadi. Uyda bolam dori so'raydi, men navbatdaman. Telefonim o'chayapti. Bitta bak uchun insonni shuncha ezish mumkinmi? Yo'l bo'yida tunab qoldik, ko'rpa yo'q. Mashinada uxlayman, uyg'onsam yana navbat. Bu qaysi adolat, ayting? Kim narxni so'rasa provokator deymiz. Kim video olsa qonunga zid deymiz. Shovqin bo'lmasa ish yuradi. Zapravkaga limit qo'yamiz har kimga oz-ozdan. Shunda navbat cho'ziladi, bahs narxga emas, litrga aylanadi. Hamma sabr qil deydi, sabrning ham narxi bor-ku. Men vaqtimni yo'qotyapman. Shu vaqt oilam bilan o'tsa qaniydi? Gazni 5200 ga sotish, buni TVda iqtisodiy islohot deb ataymiz, 1300 dan olganimizni hech kim bilmaydi. Sodda xalq navbatda urushadi, biz esa kelishamiz. Har biri bir-birini ayblaydi, tizimni emas. Bu zo'r himoya. Odamni odam o'rnida ko'rmay qo'yishdi. Biz ishlaymiz, soliq to'laymiz, javob esa sovuq va bahona deydi xolos. Bugun ham gaz tugadi deyishyapti. Demak, tun. Yurakda g'azab, og'izda faqat voy. Agar xalq norozi bo'lsa, kampaniya qilish. 1-2 amaldorni jazoladik deymiz. Xalq tinchiydi, ish davom etadi. Trollarimiz 7/24 ishlayapti. Narxlarni ko'tarib soqqa qilishga davom. Shiorimiz narxni ko'tar, xalqni itar.